Masalan, boshqa darsimizda mavzuyimiz nima ekan? Bugun oxirgi raqam mavzusini o'tamiz. Oxirgi raqam qanaqa narsa? Qaranglar, ko'p savollarda, bitim savollarda ham, yo bo'lmasam olimpiadalarda ham juda ko'p tushadi. Oxirgi raqam. Birorta misolda oxirgi raqamni so'raydi. Mana misol uchun qaranglar. 17 misol uchun 17 ko'paytirilgan 35. To'g'rimi? Oxirgi raqamni topishni so'rasa nima qilamiz? 7 ni 5 ga ko'paytiramiz, to'g'rimi? Nima bo'ladi? 35 3 yonda deb yozamiz, to'g'rimi? Oxirgi raqam qaysi bo'ladi? 5 bo'ladi. Buni bilamiz, a? Demak, 7 kere 5 35, oxirgi raqamlari 5 bo'lgani uchun ko'paytiriladi, to'g'rimi? Oxirgi raqamni topish uchun. Tushundilar-a? Xo'p, xuddi o'shanday mana bu kabilar ham bor misol uchun. Misol uchun 8 da 250-inchisi qanday raqam bilan tugaydi? Yo bo'lmasam 17 ni 560-inchisi qanday raqam bilan tugaydi? Shunga o'xshagan savollar kelib qoladi-da, bugun shu savollarga javob topamiz sizlardan. Kelishdimi? Xo'p, oxirgi raqamni topish uchun birinchi navbatda nima qilish kerak? Bu kabi misollarda oxirgi raqamni ko'paytirish, qo'shiq bo'lsa qo'shish, ayirish bo'lsa ayirish kabi misollar qilsak, oxirgi raqamlarni qilsak, oxirgi raqam chiqaveradi, to'g'rimi? Lekin mana bularda qanday topamiz? Darajali misollarda oxirgi raqam qanday topiladi? Keling, shuni o'rgatamiz. Xo'p, birinchi navbatda qadamlar soni degan narsa bor. Qadamlar soni degan narsa bor. Xo'p, qadamlar soni 3 xil bo'ladi. Ya'ni qadamlari yo'q bo'ladi. Qadamlari yo'q. Qadamlari yo'q sonlar qanaqa bo'ladi? Uni necha darajaga ko'taraversang ham oxir raqami o'zi bilan tugaveradi. Tushunarli? Qadamlari yo'qlar shunaqa. Mana misol uchun 1, to'g'rimi? Keyinchi 5, 6. Bo'ldimi? Yo yana bor. Bo'ldi. 1 da nechinchi darajaga ko'tarsang ham oxir raqam 1 bilan tugaveradi. 5 da ham nechinchi darajaga ko'tarsang ham 5 bilan tugaveradi. Nima uchun? 5 ni birinchi darajasi 5, 5 ni ikkinchi darajasi 25, 5 bilan tugayapti. 5 ni uchinchisi 125 va 5 bilan tugayapti. Chunki sabab nimaga? 5 kere 5 25 bo'lgani uchun. Tushunadi? Mana misol uchun 6 ni darajaga ko'taraversak, nechinchi darajasi bo'lsa ham 6 bilan tugaveradi. Chunki nimaga? 6 ni 6 ga ko'paytirsak 6 bilan tugaydi. To'g'rimi? Xuddi shunday. Yana bormi bundan boshqa? Yo'q, va boshqa. Endi ikkinchisi, qadamlar soni 2 ta. Bu degani nima degani? Qadamlar soni 2 ta degani, qaranglar, mana bunday bo'ladi. Misol uchun, to'rda birinchi darajasi, birinchi qadami nima bilan tugaydi? 4 bilan tugaydi, Jasmina. 4 bilan tugaydi. 4da birinchi qadam, 4da ikkinchi qadam 8. 4da ikkinchi qadami 16, 6 bilan tugaydi. 16 bir shart emas, chunki oxir raqam so'ragani uchun 16 ni 6 sini yoziladi. 4da uchinchi qadami yana nima bilan tugaydi? 4 bilan tugaydi. Qaranglar, 4 bilan boshlanib 4 bilan tugayaptimi? Bo'ldi, buni nima qilmaymiz? Olmaymiz. Chunki mana bu qatorimizda bitta 4 bo'lishi kerak. Tushunarli? Bitta o'zi bo'lishi kerak. Mana boshlandi, yana paydo bo'lib qolgani uchun bo'ldi, mana shunda to'xtatamiz. Nechta ekan qadamlar soni? 2 ta. Demak, 4, yana qaysi? 9. 9 birinchi qadami 9 bilan tugaydi. 9 da ikkinchi qadami 81 1 bilan tugaydi. 9 da uchinchi qadami o'z-o'zidan 9 bilan tugaydi, to'g'rimi? Buni ham nima qilmaymiz? Olmaymiz. Chunki 9 dan boshlanib 9 bilan tugaydi. Tushunarli? 9 kelgan paytda to'xtatamiz. Chunki boshlanish 9 dan boshlaymiz. Nechta bor ekan? 4 bilan 9 ekan. 4 bilan 9. Tushunarli bo'ldi? Endi uchinchisi, qadamlar soni nechta? 4 ta. Qadamlar soni maksimal 4 ta bo'ladi. 4 tadan oshib ketmaydi. Tushunarli? Qadamlar soni 4 ta. Bularga kirmaydigan. Mana misol uchun 2, 3, 4 kirmaydi, 5 kirmaydi, 6 kirmaydi, 7, 8, 9 kirmaydi bu. Tushunarli? Nima uchun endi bularda qadamlari 4 ta? Mana topamiz. Qadamlar soni nechta bo'ldi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. 5-inchisi o'sha ortiqcha bo'ldi. Yana ko'ramiz. Misol uchun 7 niki. 7 ni birinchi qadami 7, 7 ni ikkinchi qadami 9, to'g'rimi? 49 bo'ladi. 9 yoziladi. 7 ni uchinchi qadami nima bilan tugaydi? Aytinglar.
3 bilan. 3 bilan tugaydi, to'g'rimi? 7 ning 4-qadami 1 bilan tugaydi, 7 ning 5-qadami 7 bilan tugaydi o'zi. Mana buni 7 ga ko'paytirib ketaverasizlar, orqasiga mana qaranglar. 7 ni 7 ga ko'paytiramiz 49 9, 7 ni 9 ga ko'paytiramiz 63 3, 7 ni 3 ga ko'paytiramiz 21, to'g'rimi? 21 2 odda keyin 7 kara 1 7 bo'lgani uchun 5-qadamni olmaymiz, chunki 7 dan boshlanyapti o'zi. Tushunarli? Buni ham qadami 4 ta. Qadamlar soni 4 talar 2 3 7 8, qadamlar 2 ta 4 bilan 9, qadamlar umuman yo'q 1 bilan 5 6. Tushunarlimi? Yaxshi. Xo'p. Qadamlar sonini topishni o'rgandik-a? Endi savol tug'iladi. Qadamlar soni o'zi nimaga kerak bizga? Mana qadamlar sonini topishni o'rgandik. Mana bu misol uchun o'zi qaytarib kelguncha darajaga ko'tarib boraverar ekanmiz. Endi qadamlar soni 2 ta ekan, qadamlar soni yo'q ekan, qadamlar soni 4 ta ekan. Nimaga kerak bizga shu qadamlar soni? Shuni ko'ramiz. Kelishdikmi? Xo'p, mana qaranglar. 8 ni 250-darajasini so'rayapti bizdan. 8 ni 250-darajasi oxirgi raqami qanday raqam bilan tugaydi degan savol berildi. Endi bizga 8 ni 250 marta o'ziga ko'paytirib chiqmaymiz-ku. To'g'rimi? Topish uchun qanday raqam bilan tugashini topish uchun. Nimadan foydalanamiz? Qadamlar sonidan foydalanamiz. 8 ni qadamlar soni nechta edi? Qaraymiz. 4 ta. 4 ta edi. Mana bu darajani bor-ku. Qadamlar soniga bo'linadi. Tushunarli? Daraja qadamlar soniga bo'linadi, eslab qo'yinglar. Darajasi necha? 250 mi? 250 ta bo'lamiz 4 ga. 25 ichida 6 tadan 24 1 10. To'g'rimi? 10 ichida nechta bor? 2 ta bor. 8. Qoldi necha chiqdi? 2. Endi qaranglar, mana bu qoldi degani nima degani? Ortiqcha. Ortiqcha emas, qoldi degani qaranglar. Mana shu qadamlar soni degani. Mana yozib olamiz, qaranglar. 8 ni birinchisi necha? 8. 8 ni ikkinchisi 4. 8 ni uchinchisi 2. To'g'rimi? 2 bilan tugaydi. 4 8 ga ko'paytirib ketaveramiz-da. 8 ni to'rtinchisi 16. 8 ni beshinchisi o'zi 8 bilan tugaydi. Kerak emas-a bu? Demak, 4 ta qadamni yozib oldik. Mana bu 2 qoldi-ku. Qanday raqam bilan tugashi mana shunga bog'liq. 2 qolib qolsa, ikkinchi qadamiga qaranglar. Necha turibdi unda? 4. Demak, mana bu misolimiz oxirgi raqami 4 ekan. Tushunarlimi? Agar 3 qolib qolsa-chi? 2 bo'ladi javob. 3-qadamda nima turibdi? 2. 2 turibdi. Demak, misolimizning oxirgi raqami 2 bilan tugar ekan. Agar 4 qolib qolsa-chi? 6. 4 qolib qolmaydi. Chunki mana uni o'zi 4-ku, to'g'rimi? Sizlarga savol, qolib qolmasa nima bo'ladi? Birinchi oxirgi qadam. Tushunarli? Oxirgi 4-qadami 6 bilan tugaydi. Tushunarli? Qolib qolmasa undan. 1 qolib qolsa, birinchi qadamiga qaraymiz. 8 bilan tugar ekan. Tushunarli? Keling, 17 ni ham ko'ramiz o'zimiz. Kelishdikmi? 17 ni 560-darajasi qanday raqam bilan tugaydi? Bundan oxirgi raqam qaysi 17 ni? 7 ni 560-darajasini topsak bo'ldi. Mana bu bir shart emas. 560 Tushunarli? 4 ga bo'ladi. Aha, 7 ni qadami nechta edi? 7 ni qadami 4 ta. Xuddi o'shanda men hozir qanday ishlagan bo'lsam, xuddi shunga qilib ishlab ko'ringlar o'zlaringiz. Kelishdikmi? Mana shu ikkita misol bilan qo'yganimiz bilan eslaysizlar, bo'ptimi? Xo'p, aytyapti. 5-misol ekan bu. 95-misol ekan. 95-misolda aytyapti. 13 ning 21-darajasi qo'shilgan 79 ning 97-darajasi qo'shilgan 7 ko'paytiruv 21 deyapti. Shu qanday raqam bilan tugaydi deyapti. 21 da 11-daraja ham bor. Xo'p, shu qanday nima bilan tugaydi, raqam bilan tugaydi deyapmiz. Bo'ldi, alohida ajratib olamiz. 3 ga topamiz birinchi oxirgi raqam. 3 ta 21-darajasini yozib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz 3 ta ekan. 3 ta birinchi-darajasini yozib olamiz 3 bilan. 3 ning ikkinchi-darajasi 9 bilan, to'g'rimi? 3 ning 3-darajasi 7 bilan, to'g'rimi? 3 ning 4-darajasi 1 bilan tugaydi. Xo'p, keyin
nima qilamiz? 21 da bo'lamiz 4 ga. 4 ta qadam bo'lgani uchun 4 ga bo'lyapmiz. Nima bo'ladi? 5 dan 20 nechi qoldi? 1 qoldi. Nima bilan tugar ekan? 3 bilan. Mana bu 3 bilan tugar ekan. Oxirgi raqam, to'g'rimi? Keyin nima qilamiz? 79 ni 97-darajasi. 9nikini yozib chiqamiz. 9 ni 1-darajasi 9. 9 ni 2-darajasi 1. 9 3-darajasi o'zi bilan tugagancha yozmayman. Nechtalar uni ustiga ekan qadami? 2 ta. 97 ni nechiga bo'ladi? 2 ga. 97 ni 2 ga bo'laman. Hop. 9 ichida 4 ta 17 8 16 1 qoldi. 1 qoldi qolsa bu 9 bilan tugagan. Buniki 9. Hop bo'ldi. Endi bularniki 7 ni 21 dan 11-si deyapti. Hop 7 ni mana 21 da oxir raqami 1 ku. 1 da 11-si ham nima bilan tugaydi? 1 bilan tugaydi. 7 ni 1 ga ko'paytirsak 7. demak bu raqam oxir raqami 7 bilan tugaydi. Bo'ldi. Qo'shib so'rayaptimi? Qo'shamiz. 3 ga 9 ni qo'shamiz. Bir chiqqan javob bunga ham qo'shamiz. Hop, 3 ni 9 ga qo'ysak 12 bilan 12 ni 7 ga qo'shsak 19. Bizga nima kerak? Oxirgi Mana bu raqam kerak. Demak, oxir raqami 9 9. bilan tugaydi. Tushunarlimi? Buni o'chirib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Tushunarlimi? Xo'p. Bo'ldi, shunga oid misollar ishlaymiz. Hamma tushunoldi? Tushunayapman.